Biz bugun bolaq mantini oq bulutdek yumshoq yeyish bo'lgan tayyorlash usulini birlikda o'rganib chiqaylik. Tayyorlash usuli shunchalik oddiy, siz birlik yo'lsiz o'rgana olasiz qani. Ketdik. Oldi bilan 1 kilogram unga 3 gram xemturish 480 gram issiq suv quyib, xemir yo'g'irib, o'rab 40 minut bo'ldirib olamiz. 1,5 kilogram qo'y go'shtini ushshaq to'g'rab, bosh piyozni 200 gram yumush qilib, to'g'ralgan go'shtga muvofiq miqdorda tuz silib, ozroq suv quyib aralashtirib, go'shtga tam kirgizib olib, piyoz silib, 2 gramdan qarimosh, oqmosh, zir silib aralashtirib, qiymini tayyor qilib olib, xemirni suratda ko'rsatilgandek bo'ldirib, 1 gram suda silib, rosa chaylab, sizlarning meni rag'batlantirish yuzidan yurak belgisini besib, jiq-jiq gul avat qo'shinlarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Bolaq mantining rangini oppoq, ya'ni yumron chiqarmoqchi bo'lsangiz, ishlab tindirishga alohida ahamiyat bering. Xemirni pilt qilib 40 gram cho'nliqda uzib, qosqonni maylab, suratda ko'rsatilgan bo'yicha chiroyli gul chiqarib tugib, mantni tizib, tuvoqni yopib 10 minut tindirib bo'lgandan keyin ko'rning suvi qaynaganda qasqonni esib, ishtik o'tda 15 minut dumlab pishirib tayyorlasak bo'ladi. Atdiganligiga zo'san chiqarib iqtisod kirim qilishni o'ylashayotgan do'stlarimiz, yurak berib qo'shiling. Menki Osmonjon Zokir sizlarga Shinjon vaqti soat 8 dan keyin naq maydon ko'rsatishda milliy taomlarni haqsiz darslik urlashtirdim. Vaqtida kiringlar.